Assalamu alaykum anglag'uvchilar, tövəndə huzurunlarga Qizlarga 100 nəsihət namlıq əsərinin davamı anlatıldı. Qizlarga 100 nəsihət. 71-ci nəsihət. Ay qızım, izzət qanaatdan hasil bulur. Hacətlərinin rava buluşu iffət, yəni parhezkarlıqdan əməlgə aşır. İffət yaman işlərdən saqlanğanlıqның yemişidir. Sir əsrarının aşkarlanmaslığı, başqalarının sırlarını aşkarlamaslıqına bağlıqdır. Rızıq, zor kəsib və hərəkət bilən hasil bulur. Dostluq bolsa, oçuq yüzlük darixinin, düşmənlik bolsa, cancal darixinin meyvesidir. Uluqluq və yuqur mərtəbəlik, kəmtərlik uruqdan öner. İlim, kəsib köngül qoyğanlıqdan, toğırlıqdan hasil bulur. Toğırlıq bəxt saadətə elib barar. Turmuşның körügi tərbiyə və ədəb bilən hasil bulur. 72-ci nəsihət. Ay qızım, təməgərlikdən xar, zarlıq kelib çıxar. Ginə adavət yaman peyl ətvardan, ғəzəb cəhalətdən kelib çıxar. Ayrılış, köp kəmsitiş və haqarətdən kelib çıxar. İşənçsizlik, vədiyə vəfa qılmaslıqdan kelib çıxar. Yalğancı kişidən vəfa kütmə. Toğır söz köңlüngə qatlıq və açıq degidu. Adam yaxşılıq qılğanğa yaxşılıq qılıdı, bir yaxşılıqqa 10 yaxşılıq qaytırıldı. Kimning əsli pak və saf bolsa, o adam əlgə mənfəət yetkizdi. 73-cü nəsihət. Ay qızım, insan üçün ən qimmatli narsa vaqtdır. Fürsətdən yaxşı faydalansa, altın tepilir. Vaqtni bekarga o'tkazmak, oltinni qo'ldan berib qo'ymaqdir. Aqlli kishi vaqtni zotila bo'sh o'tkazmaydi. Ko'nalar ish vaqtida quruq so'z qilib, fursatni o'tkazayotgan kishi oqibatda och qilib yig'lar deydi. Vaqtdan foydalanib yaqutlarni topqili bo'lur, ammo yaqutlar bilan vaqtni topqili bo'lmas. Aqlli yoshlar yoshlik chig'ini bekorga o'tkazmasdan tirishib o'qib, ilm, hunar egallaydi. G'ayrat bilan ishlaydi. Qimmatli yoshligini g'ururlik qilib, lag'aylab o'tkazish aqlli yoshlarning ishi emas. 74-ci nəsihət. Ay qızım, haqiqiy do'st topalsang, uning bilan shundoq muomalada bo'l. Do'stlikqa sodiq bo'l, xiyonat qilma. Ko'nglingdagi do'stlik muhabbatini qo'ling va tiling bilan ko'rsat. Do'stingning sirini oshkorlashdan saqlan. Uning yanida boshqalarning g'aybatini qilma. Do'sting muhtojlikda qolsa, uningga darhol yordamlash. Uningdan biror ayib yuz bersa, biror xoli joyda uningga deb yumshoqlik bilan nasihat qil. Agar do'sting sening aybingni aytib, sana nasihat qilsa, uningdan minnatdor bo'l. Do'stingni yolg'on so'zlama. Uning dushmani bilan do'stlashma. Do'stingning beshiga biror mushkul ish tushsa, qayg'uli hodisa yuz bersa, uni shu mushkulotdan, qayg'udan qutqizishga jon-diling bilan tirishqin. Uning ota-ona va oila a'zolariga mehribon va shafqatli bo'l. 75-ci nəsihət. Ay qızım, dövlət və cəmiyyət tərəfindən topşırılğan vəzifələrni to'liq bilan o'rinlashga intiling. G'ayratlik və chidamliq bo'ling. Boshqalardan azor yegan kishi 3 xil holidan tashqari bo'lmas. Birinchi xil hol boshqalarga qilgan yomonligi baravida yaxshilik qilur. Bu oliyjanob kishilar xislatidir. İkinci xil hol boshqalarning yomonligiga yaxshilik qilsa-mu, uningga yomonlik tilamas. Bu haqiqatchi odamlar xislatidir. Üçüncü xil hol boshqalarning qilgan yomonligi baravida uningga yomonlik qilur. Bu fasiqlar ilatidir. Yomonlik qilgan kishiga yaxshilik qilmak, qilolmasa afu qilmak go'zal xislatlardan sanalır. 76-cı nəsihət. Ay qızım, güzel xuluqlarning eng ulug'i odamgarchilikdir. Odam yeyish, ichish, yurish-turish, gap so'z qilish bilanla odam emas. Odamgarchilik o'zining cho'nglarga hurmat, kichiklarga shafqat, odamlarga qo'lingdan kelishicha yordam berish bilan amalga oshadi. Aqlli va go'zal xuluqli bolalar faqat o'z manfaatini ko'zlamay, boshqalarga ham foyda yetkazadi.
Özlərə münasib görgən nərsini özgələrə münasib görüdü. Özlərə maqul görməyən nərsini başqalarga maqul görməydi. Bir kimning beshiga ağır kun tushsa, onun ko'nglini ko'tarib yordam beradi. 77-nasihat. Ay qizim, o'ziga munosib bo'lmagan ishga kirishgan kishi oxiri sharmanda bo'lar. Har ishning o'ziga loyiq kishisi, har yig'ilishining o'ziga munosib so'zi bordir. Aql kishi o'z hunariga va o'ziga munosib ishga kirishar. Tabiat ustixonasida har kimning o'ziga loyiq kiyimi tikilgan. Har ishning o'ziga yarasha libosi bichilgan. O'tkichi do'ppi tikman desa buzib qo'yur. Tibobatdan xabarsiz kishi teviblik qilsa kasalning jiniga zamin bo'lur. Qushqash so'ysin, qassob so'ysin deb bekorga aytmagan. 78-nasihat. Ay qizim, ishlab o'zlashtirilmagan yerda o't cho'plardan boshqa hech nima unmaganga o'xshash hech bir ish qilmaydigan ho'rin kishilar o'zlari uchunmi, xalq uchunmi manfaat yetkazolmaydi. Shuning uchun ho'rin bekor talab bo'lmay, g'ayratlik va ishonchlik bo'ling. Tirishchanligingiz va ish amaliyatingiz barkatidan jamiyatning olqishiga sazovor bo'ling. Hech narsa yo'q kishi kambag'al emas. Hunari, intilishi, tirishchanligi yo'q kishilar kambag'aldir. G'ayratlik, tirishchan kishiga ish ahli har doim yordam beradi. Yaxshi va bayoshat turmush kechirish uchun faqat o'z kuchingiz va tirishchanligingizga tayiningki, boshqalarga yo'linib olmang. 79-nasihat. Ay qizim, G'ururlik va nafs arzusi orqasidan yurish kishiga kasallik keltirib, tinini zaiflashtiradi. Yo'qsizlikqa ilib boradi. Buni obdan tushunib besh vaqt bekor yurmang. O'z rizqi ro'zingizni izlang. Bilingki, bu dunyoda hech kimga osmondan oltin yog'magan, yerdan kumush unib chiqmagan. Altın kumush sizning intilish, tirishchanligingiz, g'ayrat va chidamligingiz, ko'ngil qo'yib ixlos bilan qilgan ishingiz va uningga bergan yemishidir. 80-nasihat. Ay qizim, adab va ehtiyoj bilan muomala qilishdan hamma maqsadlar hosil bo'lur. Ochiq yuzlik va shirin so'zlik do'stlik va muhabbatning dalilidir. Shunglashqa hamma kishi bilan adab axloq qoidalariga rioya qilib muomala qiling. Xushxuy, xushchiroy bo'ling. Biror ish tufayli xafalanib, ochig'ingiz kelib turgan chog'da hech kim bilan so'zlashmang. Ochiqingiz bisilg'icha sabr qiling. Boshqalarning kamchiliklarini kechiring. Har bir ishda fikr qilish va e'tibor berishni unutmang. Odamlar bilan aralashib, bardi-keldi qilib yuring. Lekin tekshirmay, tigini bilmayla, eg'iz burun yalishib, do'st bo'lib olmang. Har bir ishda hur fikrli, to'g'ri so'zlik bo'ling. Tilingiz bilan dilingiz birdek bo'lsin. Hurmatli anglovchilar, bugungi oltishimiz mushada oxirlashdi. Davomi qiziqsangiz, erta mushu soatda hozir o'nglarda.